Assalomu alaykum qadrdonlarim. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Alloh shu kunlarga yetkazganiga hamdlar bo'lsin. Bugun bir video qilmoqchiman. Bu video har doimgidek yangilik yo boshqa bo'lmaydi. Albatta kimgadir yangilik bo'lishi mumkin bu videodan hozir beriladigan ma'lumotda kimgadir qiziq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun yangilik demayman, ma'lumot beraman deyman bugun. Qisqacha bir o'zgarish kiritgan joyimiz bor. Shu keyin kommentariyada o'qigan narsalarim bo'yicha va mijozlarni fikri bo'yicha va undan keyin biz bir yaxshi bir harakat qildik. Men oldin ham bu narsani o'zim qilganman, boshqa joyda ishlaganimda ham yoki aniqrog'i bu safar shaxsiy o'zimni bir tashabbusim bilan bir narsani qilib chiqmoqchiman. Xudo xolasa shu narsani xalqqa manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Shunda ba'zi bir insonlarni gapiga shu anaqam javob bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki men xalq uchun xudo xolasa harakat qiladigan insonman. Qaysi joyda ishlashimdan qat'iy nazar xalq uchun xudo xolasa harakat qiladigan insonman. Xo'p, buni men bilan oldindan ishlab yurgan insonlar biladi. Buni kimgadir isbotlash hojati yo'q. Faqat men shu narsa uchun yana bir yangilik qilib harakat qilib jon kuydirmoqchiman. Videoni ko'ringlar, xullas videoda sizlarga kerakli ma'lumotlarni beramiz degan umiddaman. Xo'p, Ersa 98imiz mana. Buni olib ishlatib yurgan akalarimiz bor, Surxondaryoda bor, Qashqadaryoda, Navoiyda, Buxoroda, ko'p joyda bor ishlatgan akalarimiz. Hali ham ishlatib yurishdi. Videolarni tashlashyapti. Baraka topishsin. Ana haqiqiy ishlatib, tushunib videoni tashlab bergan insonlar baraka topsin. Xo'p, men o'zimning shaxsiy Telegram kanalim bor. Ekranga nomini, linkini yozib qo'yaman. Ekranga yozaman. Ko'pchilik opisaniyada desam topa olmayapti. Poyst berib qo'shilasizlar. Xuddi o'sha joyda mana shu gapirgan gaplarim isboti bo'ladi. Instagramda ham Agrozor degan Instagram tarmog'imizni yuritish boshladik. U joyga ham kiringlar, u joyda ham ma'lumot qo'yishni boshlaymiz. Hozir asosan Telegram traktorlar va spes texnikalar degan Telegram kanalim bor. Shunga kiringlar. Kanal va gruppa bor. Ikkalasiga ham podpis bo'lib kiringlar. Shu joyda men hamma videoni tashlashni boshlayman. Xo'p, Ersa 98imiz 1,5 jatkalik. Bu Eronning milliy mahsuloti, texnologiyasi Germaniya bo'lishi mumkin. Mahsulot milliyligi Eronniki nimaga? Chunki har bitta detalni eng yaxshi sifatlisini ishlatib qilishga harakat qilgan. Buni asosi mexanizmi baribir Germaniyaniki bo'lsa, qolgan polni hammasini o'zi Eron nima deydi, ishlab chiqqan. Buni ishlatgan akalarimiz bo'lsa yozib yuboringlar kommentariyaga. Xo'p, 225 million narxi. 225 million narxi press-podborimiz. Bu press-podborimiz eng ko'p sotilganlardan hozir bu joyda taxminan 10 dona qoldi, taxminan. Va shu 10 donani sizlarga taqdim qilamiz. 225 million mana yangilik. Men oxirgi qolgan sonlari uchun, mana 10 dona uchun rahbardan iltimos qildim. 40% eda boshlang'ich to'lov. Endi 35% ga tushirdim. Faqat mana shu oxirgi 10 dona qolgani uchun. Qaranglar, bu kimgadir bir hayb bo'lib mavzu bo'lishi mumkin, sota olmayapsan deb. Lekin sota olmasam bunaqa 10 dona texnika qolmaydi. Kelib ko'rganlar yoki videoni boshidan oldingi videolarimni ko'rganlar buni biladi. 35-40% bilan chiqarib beramiz boshlang'ich to'lovini. 1 yilga qilib beramiz. Va albatta yil yakunida 3 ta asosiy sovrinimiz, 3 ta Damas bo'lgan o'yinimiz bor. O'tgan yilgisi Buxorolik aka yutganlar. Oldin ham aytganman, bu yilgisi sizlardan kimdirlarga nasib qiladi 3 ta insonga inshaalloh. Va albatta undan tashqari ham har bir xarid qilgan inson uchun sovg'a bo'ladi. Yil yakunida biz katta bayram tadbir qilamiz va shu bayramda Lototrondan o'ynaysiz. Omadingiz bo'lsa shu sizniki bo'ladi inshaalloh. Bosinglar. Ersa 98imiz. Xo'p. Bismillah. Mana. Ersa 98imiz 225 million.
225 million so'm. Nalichida bor, bosinglar. Xo'p. Bu 35-40% faqat shu Ersa 98 uchun. Ersa 98 uchun. Xo'p, hozir yana partiyalar kelyapti. Respot bo'ldi, ularni ham ko'rsataman. Xo'p, bu joyda Ersa 86 miz bor. Ersa 86 modelimiz bir xil. 98 bilan farqi, bitta farqi jatkasida, uzunligi bir xil. Lekin dizaynda ozgina farqi bor. Ikkinchi farqi ushbu joyida. Bismillah. Ozgina farqi bor. Uzr. Xo'p, kelinglar. Mutaxassislarimiz bor. Mana eronlik mutaxassislarimiz kelgan o'tirishibdi. Bemalol tushuntirib berishadi. Xudo xolasa ko'rib tekshirib olasizlar. Tanlab, yoqqanini tanlab olasizlar. 200 million so'm. Buni ham xuddi shu shart bilan hozir aytganimdek qilib beramiz. Shu Damas yutug'i hamma narsasi ichida. Hop. Bismillah. Bitta ko'rsatib berib o'tib ketay. Texnika tayyor ligirovka qilingan holatida bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi Prespadborimiz Kenhan 403 klass 55 bilasizlar, klass markant 55 prespadbori bor. Xuddi o'sha prespadborni nima deydi, analogi desa bo'ladi. Bir xil reduktori ham, hamma narsasi birga bir, jatkalarigacha, dizayni ham o'xshash. Faqat Eronda yig'ilgan varianti 250 million so'm. Hop, 250 million so'm plus. Buni ham 40% boshlang'ich to'lov bilan qilib beramiz. 40% boshlang'ich to'lov bilan buni ham qilib beramiz. Bu texnikamiz ham mana. Bismillah. Klass bilan bir xil, hech qanday farqi yo'q. Hozir orqa mexanizmini ham ko'rsataman, uni ham bir ko'rib chiqasizlar. Ishlatayotgan akalarimiz bor, xohlasanglar nomerlarini beramiz. Ersani ham, buni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mana. Shunday klass olib kelib mexanizm bossanglar bir-biriga tushaveradi. Bir xil zapchast tomondan ham muammo bo'lmaydi. Bossanglar, sifatli texnika. Bemalol ayta olaman. Aytganimdek 40% boshlang'ich to'lov bilan buni ham chiqarib beramiz. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hop, endi keyingi ma'lumotimiz Sabizdash firmani prespadborni ko'pchilik so'ragandi. Yetib keldi. 250 million so'm tan narxi. 25-yil mana tayyor. Xudo xolasa sertifikatlari ham chiqdi. Buni 50% boshlang'ich to'lovini to'lagan insonga 50%ni 1 yilga rassovchi qilib beramiz. Foizsiz. Faqat buni sharti 50%. 50% dan kam bo'lmaydi. Yaxshilab e'tibor qilinglar. Ersani ko'rib shunaqa bo'ludi, siz 40%, 35% degiladi. Bunga amal qilmaydi. Bu faqat 50% bilan. Xudo xolasa bu prespadborni ham suyib ishlatgan xalqimiz kerak bo'lsa, Xudo xolasa kelinglar mana. Hali ichi bor, xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ekranda raqamlarni qoldiraman, o'zimniki, sheriklarimniki bosib telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi ma'lumot, proyektimiz haqida ham birato'la ma'lumot berib o'tib ketay. Proyektimiz shuki, anaroq proyektim shaxsiy o'zimning tashabbusim bilan men voha tomonga birinchi navbatda yurmoqchiman. Chunki ko'pchilik emas, anaroq 3-4 odamga va'da bergandim, oldin ham berganman, hozir ham xudo xolasa va'da beraman. Vohaga yurib olgan, texnika olgan meni eski qadrdonlarim bor. Surxondaryo, Qashqadaryo, o'sha Surxondaryo tomonga boshlaymizda. Nomerim bilasizlar 94 279 97 59 shu Muzaffar o'zimning raqamimni yozib qo'yaman hozir.
chiqinglar biz shu tomonga yuramiz. Mendan texnika olgan bo'lsanglar, presspad bormi, nima, umuman agrostroy lizingni yoki o'zimdan shaxsiy olgan bo'lsanglar chiqinglar. Borib sizlarni ishlash jarayoninglar, mehnatinglarni xalqqa ko'rsatib, bir sizlarni ko'nglingdan olib, shu joyda bir yaxshi bir uchrashuv qilib, suhbat qilishga harakat qilaman. Niyat qildim shunga. Yaxshilab shu yerda gaplashib, sizlarga misol uchun meni qo'limdan keladigan nima yordam bo'lsa, bir taklifinglar bo'lsa aytsanglar, shunga qarab ish qilamiz. Bu albatta xolis. Kim qanaqa tushunadi, xolis. Ikkinchi masala, texnika sotganlarmi? Bu texnikani bittasini Qashqadaryoga sotdim. Aka boshda ozgina tushunmadilar. Keyin mana mexanizm to'liq sozlab, regirovka qilib bergandan keyin texnika ishladi. Erolli mutaxassis keladi degandim. Erollilar mana bir qismi keldi. Hozir borib ko'rsataman ularni. Ikkinchi qismi bu John Deere firmaniki keldi. Ikkinchi qismi Ersaniki yakshanba kuni ba'zi bir sabablarga ko'ra yakshanba kuni uchib kelishyapti. Xudo xolasa yakshanba kelsa, dushanba kuni ularni ham yuboramiz. Qashqadaryoda o'sha yerda ko'rib, buni o'zi qanaqa fishkalari bor, nimaga bunaqa chiqarilgan, hammasini ularga tushuntirib berishadi-da. Qolgan xalqimiz uchun ham video qilamizda, bu texnikani haqiqiy nimasi borligi haqida ma'lumot beramiz. Endi shu presspodborimiz qolib ketdi. John Deere 455 modeli, shu John Deere firmaniki, Eronda yig'ilgan bu ham. Bu testdan o'tdi akalar, mutaxassislar yig'ib tayyorlab ketishdi. Mana kecha test qildik. Ichida pressigacha turibdi. Videolari bor, kelsangiz ko'rsatamiz. 240 million so'm, buni ham 40% boshlang'ich to'lov bilan rasroshkaga beramiz. Kelsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi bu joyda traktorlarimiz Belarus bor, ITM bor. ITMimiz shu ikkita turibdi. Belarusimiz bor, bitta 80X. Boshqa texnika Belarus texnikalari kerak bo'lsa ham chiqarib beramiz. 55% bilan 1 yilga chiqarib beramiz. Hech qanaqa foizlarsiz. Sizdan uzr so'rayman, adashib ketdim. Xo'p, sabizlash mana John Deere. Endi kapatlimiz ko'rsatuvdim. Samarqandlik akalar qiziqishdi, sajatel bilan bitta-bittadan olib ketishdi, ikkita uchta odam. Ikkinchi mavsum boshlanyapti. Mana kartoshka ekish. Alladan keyin mana akalar kelinglar. 60 million so'mdan tanlab olishiga. 40 million bering, 20 millionni 3 oyga qo'yib beraman. Bo'ladimi? 30 million bering, bo'pti 3 oyga qo'yib beraman 30 millionni. Kelinglar. Bu ham 60 million, sajatelimiz ham 60 million. Bu joyda ham bor sajatelimiz, mana ko'rsatib o'tamiz. Bu Erolli mutaxassisimiz. Assalomu alaykum. Abi nasılsınız? Hadi şuna. Sağ bo'ling. John Deere firmaniki mutaxassisimiz. Hozir bu joyda John Deere presspodborlarini mana ko'rsatib berib o'tayapman. Yig'ishyapti. Baraka topishsin, issiq demay kelib yig'ib berishyapti. Kartoshka sajatelimiz Sabizlash firmasiniki, bu juda ham ideal firma. Bu joyda mana razbrasitellarimiz, ermularimiz so'ragan endi men ko'pchilik ko'rsatib bera olmadim. Mana shu videodan ko'rib olsanglar bo'ladi. 17 million so'm. Yana tushib beramiz mayli. Juda ham materiallar baquvvat. Bu sajatelimiz. Xullas, tushundinglar. Mana nasib qilsa yakshanba kuni yo'lga chiqib, dushanbada boshlaymiz. Birinchisi Surxondaryodan boshlaymiz. Xudo xolasa Surxondaryo akalar, tanishlar, aloqaga chiqinglar. Butun tumanni aylanamiz. Butun aylanaman anaroq bitta o'zim. Noto'g'ri tushunmaylar, aylanaman. Ko'pchilik uchun va'da bermay, o'zim boraman. Borib sizlar bilan olgan texnikamizni syomka qilib, g'allada bo'lsanglar g'allaga kirib hammasini qilamiz. Telefon qilinglar, ko'rishamiz. Bir mazza qilib sizlar bilan suhbat qilgim bor, xudo xolasa. Xo'p, SNVest video olgandim. Bu ham xalq uchun albatta, u qanaqa tushunishdi. Syomkani oxirigacha ko'rdim, tomosha qildim, kommentariyalarni ko'rdim. Baraka topkurlar, narxi o'ynashi, narxi o'sish kamayishi bizga emas. Agar asosini topgili kelsa, yaxshilab qidirsanglar topasizlar. U zavodda bor bu narsa. Zavodda o'zi metal bir tushadi, bir ko'tariladi. Zavodda hozir metal tushishi kam, chunki hozir metal juda ham defitsit bo'lib turibdi. Texnikalar bo'yicha. Endi kurs, valyuta degan narsani siz u biz yaxshi bilamiz.
shu bo'yicha u narxi man yo otam belgilab olmagan. Yaxshilab e'tibor qilinglar. Shuning uchun har xil bo'lmagan gaplarni yozmanglar, so'kinishlar, iltimos qilaman. Hammamiz og'zimizdan keladi bu narsa, lekin bu kerak emas. Insonmiz, musulmonmiz. Sizlarni kutib qolaman. Mana shu yerda savdo qilamiz. Men press-podbor kerak bo'lsa, xohlasanglar aytsanglar, billa olib olaman. Kimga kerak bo'lsa, bu hazil emas. Yonimda olib olaman, yuklab tashib kelamiz, pulini sanab olib kelaveraman. Bu variant ham yomon emas menimcha. Sog' bo'linglar. Hammaga samimiy suhbat uchun rahmat deyman. Haqiqiysini endi viloyatlarda gaplashamiz. Sog' bo'linglar.